Isroil hukumati mamlakatning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi imijini yaxshilash uchun qariyb $50 million sarfladi. Bu haqda The Wall Street Journal nashri ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, Isroil AQShdagi imijini yaxshilash maqsadida Amerika ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarida turli kampaniyalar tashkil qilgan. Ushbu kampaniya doirasida amerikaliklar mobil telefonlariga tinchlik uchun do'stlar nomli guruhdan xabarlar yuborilgan. Ushbu xabarda sizningcha AQSh va Isroilning Eron bilan olib borayotgan tinchlik muzokaralari global xavfsizlikka qanday ta'sir qiladi deya savol qo'yilgan. Agar abonent savolga javob qaytarsa, suhbatga chatbot qo'shilib uni davom ettirgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi yirik amerikalik influenserlar bilan hamkorlik ham yo'lga qo'yilgan. Pew Research tadqiqot markazining mart oyidagi so'rovnomasiga ko'ra, ayni paytda Amerika voyaga yetgan aholisining taxminan 60% Isroilga salbiy munosabatda. Bunga uning G'azo va Erondagi harbiy mojarolar chog'idagi harakatlari sabab bo'lmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Isroil 2026-yil uchun butun dunyo bo'ylab o'z imijini yaxshilashga $700 million dan ortiq mablag' ajratgan.